Barcha salomimni sizlar tushunibsizlar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan men Figo va Nikoni jiyani. Men va bugungi video roligimiz, ya'ni kanalimiz yangi ochilgan kanalimizdagi ikkinchi video. Xo'p, bugun bo'la sizlar bilan yana qishloq hayoti va biroz boshqacharoq video boshlanishidan oldin like bilan obunani bosib qo'yinglar. Biroz boshqacharoq va bugun bizda taram 1 2 3 4 5 6 qizil, sabzrang, sariq, yashil, nima bo'ladi? Och ko'k va ko'k, to'q ko'k. Ya'ni oddiy ko'k, original. Xo'p, meni qo'limda hozir 6 ta zombi bor, ya'ni hammanaqaga. Hozir har bitta eshikda biz uchun tayyorlab qo'yilgan sandiq bo'ladi. Va o'sha sandiqdagi narsalar yordamida biz mana shu 6 ta zombini o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bugungi challengeimiz shundan iborat. Hozir eshiklarni birin-ketin ochib ko'rsataman. Qani bo'lsam, boshladik. Hop, bo'lmasam birinchisi qizil. Let's go. Hop, sandiq bor ekan. Voy, palaka, nima bular? Qandaydir bir lampa. Okay. Nima bu? Stol, gilam, kravat, TNT beradi bizga portlovchi modda, ya'ni. Okay. Endi zombilarni qo'yishdan oldin to'xtab turinglar. Hop, sinab ko'ramiz. Bizni birinchi zombimiz. Hop, bu keraksiz lampa. Okay. Kravat qandaydir bir yostiq, ya'ni yostiq, короче. Hop, stol, keraksiz stol va ana tantani yoqqani nima zajgalka desa bo'ladi. Va quyoshda toplanuvchi, ya'ni sohil bo'yida o'tirish uchun yoki короче shunaqa stol. Va tanta bizada bu tanta bilan zombini bemalol o'ldirsa bo'ladi. Va hozir birinchi zombimizni nima desa bo'ladi? Ana qilamiz. Hop, bu yerda porlatish neto, shuning uchun mana bu yerga olib kelamiz zombimizni va hop, mana shu yerga tentani qo'yamiz va hozir kelishi bilan porlatib yuboraman. Hop, boshladik. Hop, zombi, bu yoqqa kel. Voy, palakat. Hop, kel, yaqinroq kel. Yaqinroq. Yanada yaqin. Voy, nima portlamayapti? Voy, palakat. Portla. Birinchini portlatdik. Palakat. Zo'rg'a portladi. Qanday portladi? Yoniga bosish kerak ekan. Plus do'stlar, birinchisini qildik. Tenta bilan portlatdi, ya'ni yana bilan. Davay, bo'ldi, qaranglar. Yaxshilab kuzatinglar. Ketdi. Yoniga qo'yish kerak ekan, xullas bildim. Ikkinchisi bizda sabzrang. Hop. Sabzrang. Anaqamiz ochamiz. Zombini ovozi kelyapti, lekin bilmadim. Xullas qayerda? Bularni tashlab yuborsak ham bo'ladi. Bizga kerak emas. Qizil ham kerak emas. Okay. Hop, sabzrang. Itak. Hop, kravat. Sardomga kerak emas. Gitarami, balakat. Divan yana. Wow, nima bu? Bularni qilib ana qo'rsa bo'ladi. Okay. Hop, kravat. Tak, umuman kerak bo'lmaydi. Yana bitta kravat, musor xullas. Lekin mana bu yordamida ana qilsak bo'ladi. Let's go. Ikkinchi zombimiz. Voy, bu yonib ketyapti. Ay, o'ldirib. Wow, hilla do'stlar, yana bir marta ko'rsatib beraman sizlarga. Nima desa bo'ladi? Bir pastroqqa qo'yaylik-da, men ularni yig'ishtirib olsam. Hop, mana bu do'kon. Nimagadir ichida hech kim yo'q va ketdi mana. Bu yoqqa kel. Wow, zo'r narsa ekan-a. Okay, bularni yig'ishtirib olamiz. Hop, bizda keyingisi. Tak, hop, endi bularni otib yuboramiz. Bizga kerak emas. Okay. Hop, bizda keyingi sandig'imiz sariq.
Ya'ni sariq narsalar ko'ramiz, nima bo'lishi mumkin bunda. Musor paqirmi balaga? Lampa, nimadir lampa, stol, anaqa stol, divan, nima bu? Pardami? Nimadir lampa, stol, divan, ya'ni Wow, mana shu narsani kutgan edim men. Ya'ni sariq pistolet. Okay. Hop, endi buni ham menimcha ichkarida anaqa qilamiz. Voy, nimadir tushib qoldi. Sorry. Tak, hop, nimadirlar tushib qoldi. No, bizga kerak emas. Keldi. Narsalarni birin-ketin ko'rsatib olaman sizlarga. Hop. Parda, divan, stol, lampa, musor paqir. Okay. Bular kerak emas. Ketdi. Let's go. Yu. Okay. Polakot. Buni bizga tilla tish berdi. Tish. Okay. Mana endi bilan o'tib boramiz. Kerak emas. Okay, ko'rdinglar, sarig'i ham o'xshadi. Va bizda ikkita qolyapti, ikkitami? Ayo. Men buni anaqasini topdim. Benzapila deyiladi. Okay. Hop, bizda yana 3 ta sandiqimiz qoldi va bunisi anaqa nima bo'ladi? Yashil. Da, izmirudli blok. Nima bu? Qanaydir bir qurol, bilmadim, parda, divan, parda debman, gilam, divan, gilam, stol, oyna, Porshmi, nima balo? O bu narsalar bunda anaqa ko'rish kerakmi deyman. Okay. Bu izmirud kerak bizga. Va Porsche nima balo? Wow. O bu narsalar buni meni ko'rish kerak. Okay. Voy, let's go up the drift. Kelamiz. Wow, balakat. Yo, yo'llarni ichiga kirib ketavergan. Qulog'im. Yaxshisi ovozini sal pasaytirib qo'yamiz. Mana. Ya! Wow, buni. Hamcha zo'r. Shuna mashinani olamiz o'g'inishda agar pulimiz ko'payib ketsa. Okay, driftlari ham cho'tki. Okay, endi sekin shu joyimizga olib borib qo'yamiz. Okay. Kirib ketavergan-a. Opa. Sekin chiqamiz. Sekin bo'ldi. Palakan nima qo'yib qo'ydim? Minish juda ham zo'r ekan, maroqli bo'ldi va bizda BMW ham bor palakan. Okay, BMWni ham qo'yamiz. Let's go. Wow, BMW ham chakki emas. Voy, kirib ketib qoldim. Judayam zo'r, judayam. Endi buni ham sekin olib borib qo'yamiz. Sekin. Voy, ikkalasi ham tepaga chiqib ketib qoldi nurlarni. Gilam, stol. Qolganini ko'rsatishim shart emas. Sizda mana bunaqa lazermi? Nimadir bor. Wow, bunaqa nima deydi? Nimadir o'tar ekan, xullas, super nimadir o'tar ekan, xullas. Let's go. Zoomga qo'yamiz va sinab ko'ramiz. Hop, ketdi. Opa, meni o'zim ham yashil. Voy. Adamini edingmi? Yaxshi. Xo'p, yashilni ham bo'ldi. Bizda ikkita qoldi, lekin zombi bitta qolibdi. Mayli, yana bitta zakaz qilib yuboraman. Okay, bu yashil balobatlar tam bilan tashlab yuboramiz. Kerak emas bular bizga. Okay. Bizda ochko'k. Okay. Nima bor bunda? Divan. Qandaydir yana bitta pistolet. Ochko'k rangdagi divan, kreslo, nimadir, sandiq qandaydir, divan, sovg'a, divan, stol. Okay. Hammasini qo'yib ko'rsatib beraman sizlarga. Hop, divan, qandaydir sandiq. Sandiq nimadir ochilmayapti. Ularni yana nimadir, yana bu nimadir qo'shilib ketib qolibdi. Tak. Hop, yana qandaydir divan. Yana divan, nimaga divan ko'p? Kim qo'ydi bu narsalarni? Hop, sandiq. Yana mana. Okay.
Tak, sandiq, divan, sovg'a qandaydir. Okey. Kerak emas hozir ular. Va bizda mana bunaqa. Wow. Wow. Nima bu? Vuy. Vuy, zo'r narsa ekan-ku. Duf, duf. Davay, endi zombini sinab ko'rish kerak. Okey. Zombi bu yoqqa kel. Juda ham zo'r narsa ekan. Lekin o'qi yo'q-da, balakat. O'qi bo'lganda zo'r bo'lardi. Mayli. Buni sizlarga ko'rsatay. Boshqa anaqalarda ko'rsamiz, chunki bu qurol menga juda ham yoqib qoldi. Mana ot. Hop. Hozir boshdan nishonga olamiz. Mana o'lmadi bittada. O'ldi. Mana shidel. Hech kim so'kmasa shidelni o'ldirganimga. Okey. Buf. Ana, wow, merga botamiz. Merga o'ynadan o'tmasagan-da. O'sam tayyordi. Okey. O'qi ham tugadi mana. Xullas, bu narsalar ham bizga kerak emas. Tillatish ham tushib qopti. Okey. Endi men yana bitta zombini tuxumini zakaz qilishim kerak. Xo'p, uyimga o'tib keladi.